80 milyon so'mlik Naves'ni sizlarga ko'rsatish uchun bu videomizni qilyapmiz. Hamda skidkasi bor ekan, sizlarga shu skidkalarni ham aytadi. Nechun buning 80 milyon so'mlik Naves ekan desizlar, hozir video davomida xudo xolasa hamma ma'lumotlarni bilib olasizlar. Yangi yil sizlarga xudo xolasa yangilik yurtdoshlar. Bugun bize Rahmatulloh ukamiz bilan 80 milyon so'mlik Naves'ni sizlarga ko'rsatish uchun bu videomizni qilyapmiz. Hamda skidkasi bor ekan, sizlarga shu skidkalarni ham aytadi. Nechun buning 80 milyon so'mlik Naves ekan desizlar, hozir video davomida xudo xolasa hamma ma'lumotlarni bilib olasizlar. O'zi aslında nechta o'rtoqda Naveslarni o'tish, tartiblarini nechta oladi, to'g'rimi? Rahmatulloh, yaxshimisiz aka? Amonmisan, bayramlaring bilan aka. Ne deymiz şu yurttaşlar, hammangizga yaxshi kayfiyat, şu oilaviy tinchlik 2026 yil hammamizga bir omadli yil bo'lsin. Asa Rahmatulloh aka, nechun buning 80 milyon so'm zo'tildi degan yurtdoshlarimizga bir o'zing tushuntirib bersang, shu Naveslarni bir. Gel, içeriye gelamiz. İçeriye gelip asla nechta oldu buni tartibi, navbazlarda. Stoykalarimiz addiy bahodan beriladi. Ustining kvadrati 450 ming so'mman tushadi. Agar kattaroq kvadrat bo'lsa, ob'yemni qaytamiz. Stoykalarimizni her biri 2 milyon so'mman, 1 milyon 800 ming so'mman ishlasak bo'ladi. Bularni ha? Stoykalar her birini. Stoykalarning ichida bu tornallari, sharshlarlari tushishlari bes bo'ladi. Ular play'deni pul olinmaydi. Shipirlarni ne? Shipirlar. Shipirlar hammasi bor. Bizlar kvadratdan pul beradi, ishimiz borib o'rnidi. Ha, to'ka pulini beradi, hamma o'zi o'zingizdan bo'ladi. Suvni tushirib, stoykani yana tashab berib ketamiz. Aha. Gel bana kay. Buni guluna qaranglar. Gülen bir chiroyli boshqacha o'zgacha bo'lib chiqibdi lekin bu yerda hozir 1 2 3 4 xonadan. 4 xonadan shundan 80 milyon so'm bo'lsa 20 milyon so'mdan chiqarishdan bular? Evet, 20 milyon so'mdan chiqarishib turadi, hozir bir sesga. Gördüğünüzden 4 konuşu 20 milyon so'mdan chiqarishib, yine opsiyasini necha kvadrat bo'ldi ishi 4 xona uyniki? 200 kvadrat yaqin bo'ldi. 200 kvadrat ha? Shunda stoykalarni alohida dinlalisizlar, kvadratlarga 400 450 ming so'mdan boshlanadi o'zi, ob'yemda kattaroq ob'yemda qaytamiz. Mekkemetip kalktınızlar mı lan xudo xolasa? Yo'llarni qor bosish yo boshqa tabiiy ofat bo'lsa garantiya beramiz xudo. Avvalo xudo. Aha. Shamol uchirib ketish narsa undan bo'lmaydi. Bunimizda turadi xudo. Endi kraskasini chiqmini, kraskani kraskadan urasizlar bunga. Kraska teyinda gruntovka uriladi buni. Aha. Gruntovka uriladi, gruntovkaning senta kraska bor. Senta kraska urilib, topshiriladi shunga. Ikki bosqichli bo'ladi. Bundan zanglari hammasi asolanib ishlanib ekkaladi. Tushunarli. Yana, Naves'ni ishlarini ham ko'rsat. Gel bana. Gel uka. Necha kunda bitirdingizlar bu yerni? Tak, bir oy ichida bitirdik. Bir oy ichida? 25-chisi srok qo'yib, 25-chisida 28-da chiqib ketdik. Necha odam bo'lib ishladingizlar? Bu 6 odam bo'lib ishladik. 6 odam ha? Katta ob'yem axir bu endi. Katta ob'yemga berib güç talep etadi berlar. Qani Rahmatulloh, shunda yurtdoshlarimize yangilik bor deding, shu yangiliklar nechta aksiyalar qo'yatirsan? Shuni bir yurtdoshlarimize e'lon qiling-da. Valloh xudo xolasa 1-chisadan 5-chisidan 10% skidkamizni yo'lga qo'yatirmiz. Shartlarimiz bor. Обязательно bize подписка tashlagan bo'lsak, rasmiy o'lchagan vaqtimizda 50% avans berilishi kerak. Shunda 10% skidka amal etadi. Tushunarli. Endi Rahmatullohni Instagram'ına girib obuna bo'lishingiz kerak. Instagram'a girib obuna bo'lish uchun bizlarning Davlat TV Instagram'imizga girsangizlar, biz videolarni bir-biri bilan ulashib qo'yamiz. Rahmatullohning videosini topib qolib turib, shuna girib obuna bo'lsangizlar, xudo xolasa sizlar 10% skidka qo'yib ketdi. Yana nov yangiliklar boshqa, bundan boshqa. Sizlar Ves O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatasizlar endi xudo xolasa. O'zbekiston, Qoraqalpog'iston bo'ylab. Ketaveradi. Xudo xolasa ana yurtdoshlar aytgan eding, agar pullaringiz bo'lmasa, kredit degan variantlar ham bo'lishi kerak sizda. Yana surishga bormi? Ildik uni. Ildizlarmi kreditni? Kredit yo'q ekan yurtdoshlar. Rasurishga yo'l qo'ymadingmi hali? Yo'q. Endi xudo xolasa bir fevral, martlarda, bahorlarda qo'yarsan, endi planlashtirib qo'yding-ku. O'tgan videoda aytding. O'tgan videoda aytdik. Bo'ladi, tushunarli. Ana shunday yangilikli yurtdoshlar, uylaringizda Naves bo'ladimi,
darvoza bo'ladimi, eshik bo'ladimi farqi yo'q. Nov demir ishi bo'ladigan bo'lsa, yine ukamiz ham murojaat qilaversa. Aqvam boradi o'xshaysan-da. Aqvam bor, konsertlarimiz ham bor. Ana, akva sexlar ham bor. Ishga xullas telefoningla nov ishlaringiz bo'lsa, xudo xolasa shu ishlaringizni bitirib beradi qo'ldan kelgancha, to'g'rimi? Xudo xolasa. Ekranda telefon nomerlarini qoldiramiz, bemalol o'zlariga bog'lanaverasiz. Sog' bo'linglar, rahmat Sami aka. Yaxshi. Sog' bo'ling.